Agar oyoqlaringiz uxlashga bermayotgan bo'lsa kechqurun, bu katta ehtimollik bilan bezovta oyoqlar sindromi bo'lishi mumkin. Bezovta oyoqlar sindromida ikki tizzadan pastda asosan qizdiruvchi, sanchuvchi, xuddi bir chumoli yurgandek jimirlashlar, oyoq uchib ketishlar, doim harakat qilishga bir qandaydir majburlash deydimi, oyoqni harakatlantiruvchi bir stimullar paydo bo'ladi. Agar oyoqlarni qimirlatsa, biroz yengillagandek bo'ladi. Va bu holat bemorni uxlab olishiga qiyinchilik tug'diradi. Ayrimlar bolalariga yoki bo'lmasam kimgadir uqalatadi yoki bo'lmasam o'zi massaj qiladi, vanna qilishi mumkin va kechqurun bir necha soatdan keyin uxlab qoladi. Bu holatlar, ya'ni achishtiruvchi, kuydiruvchi yoki jimirlovchi holatlar va og'riqlar kunduzi ham bo'lishi mumkin, lekin kechasiga borib ular kuchayadi va bemorga uxlashga qiyinchilik tug'diradi. Bu bezovta oyoqlar sindromi deb ataladi. Bezovta oyoqlar sindromi o'zi 1940-yilda Ekbom degan olim topgan, bu opisaniya qilgan bu kasallikni. Bu ayollarda ham, erkaklarda ham uchrashi mumkin, lekin asosan kimlarda uchraydi? Asosan bu temir yetishmovchiligi bor, dopamin yetishmovchiligi bor odamlarda. Vitamin B6, ya'ni piridoksin gidroxlorid yetishmovchiligi bor, foliyaviy kislota yetishmovchiligida, sahrli diabeti bor odamlarda ko'p uchraydi, gormonal o'zgarishlarda, homilador ayollarda ko'p uchrashi mumkin. Bu sindrom o'ta ko'p uchraydi. Ko'pchilik buni misol uchun travmatologlarga yoki bo'lmasam revmatologlarga ko'rsatishadi, ortopedlarga ko'rsatishadi bezovta bo'lishidan. Lekin bu asli bu nevrologik kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni Ekbom degan olim aniqlaganligi uchun bu kasallikning ikkinchi nomi Ekbom kasalligi ham deb ataladi. Ekbom kasalligi, ya'ni bezovta oyoqlar sindromi kelib chiqish sabablariga qarab, etiologiyasiga qarab davolaniladi. Bu kasallik 100% tuzalib turgan kasalliklar sirasiga kiradi. Bu kasallikni davolashda har xil vitaminlar, minerallar va dopaminni oshiruvchi dori vositalari ishlatiladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishni unutmang.